Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov haftalik ish rejasiga muvofiq Termiz shahri, Termiz va Angor tumanlarida qurilish, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish, kommunal xo'jalik, ekologiya hamda ko'kalamzorlashtirish sohalarida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Dastlab Termiz tumanining Navro'z mahallasida barpo etilishi rejalashtirilgan Termiz eko-shahar loyihasining birinchi bosqichi bo'yicha tayyorgarlik ishlari ko'rib chiqildi. Unda ko'p qavatli turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, dam olish maskanlari, yashil hududlar hamda ijtimoiy himoya markazi qoshida ko'p funksiyali inklyuziv maktab barpo etilishi rejalashtirilgan. Loyihani amalga oshirish, yer maydonlarini ajratish, auksion savdolarini tashkil etish va boshqa tashkiliy masalalar muhokama qilinib, qurilish ishlarini qisqa muddatlarda boshlash yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Shundan so'ng Termiz shahri Kattabog' mahallasida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joylar, mehmonxona hamda 15-sonli umumta'lim maktabi uchun 900 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi qurilishi ko'zdan kechirildi. Obyektlardagi ishlar surati va qurilish materiallari sifati tahlil qilinib, qurilish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berildi. Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida qurilayotgan ko'p qavatli uy-joylar texnopark loyihasining navbatdagi bosqichi hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi uchun maxsus yong'in qutqaruv qismi binosi qurilishi ham o'rganildi. Shuningdek, Boqiy shahar turizm kompleksi loyihasining amalga oshirilish holati yuzasidan mas'ullarning axboroti tinglandi. Keyingi manzil Angor tumanining Gilambob mahallasi bo'lib, u yerda xalqaro dastur doirasida amalga oshirilayotgan ichimlik suvi ta'minoti loyihasi ko'rib chiqildi. Yakunlangan tarmoqlarda sinov ishlarini to'liq o'tkazish, texnik talablarga to'liq muvofiqligini ta'minlagan holda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashni boshlash vazifasi qo'yildi. Viloyat hokimi Termiz shahridagi Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga tutash hududda qurilayotgan o'quv va qo'shimcha binolar, shuningdek, Saxovat mahallasidagi Termiz Business City majmuasida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joylar qurilishi bilan ham tanishdi. Barcha obyektlarda qurilish ishlarini tasdiqlangan reja grafika asosida tashkil etish, sifat va muddat talablariga qat'iy rioya qilish, yangi loyihalarni belgilangan muddatlarda boshlash hamda ijroni doimiy nazoratga olish yuzasidan mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi. Shuningdek, Termiz shahrining Alpomish mahallasida tanlab olingan 20 ta ko'p qavatli turar joyni energiya tejamkor binolarga aylantirish doirasida fasadlarni bazalt qoplamasi bilan rekonstruksiya qilish ishlari ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, mazkur ishlar energiya samaradorligini oshirish, zamonaviy va qulay yashash muhitini yaratish hamda aholi turmush sifatini yuksaltirishga qaratilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi.